Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem cemaat. Azizlar, bugünkü suhbatimiz ulamalarımız mana bu ölüm dünya ahiret köpürgüdür dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün mübarek hadislerinde Bismillahirrahmanirrahim Abdullah ibn Umar radıyallahu anh keltirgen mübarek hadiste Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eksiru zikra hadimil lezzati. Yani lezzetlerde kesip yubaradigan ölümdü köp zikir kıling dedi. Azizlar, mübarek hadisten har qanday aql egasi, har qanday farosatlik inson siz bilan bizga juda katta bir ibrat. Mana bu lazzatlarda kesadigan ölümni ortidan ölümni ko'p eslashdik. Sizi bizi mana bu lazzatlarda kesadigan ölüm ko'p eslashligimiz bir qancha narsalarda bizga Alloh taolo ato qiladi. Robbingizga yaqin bo'lib qolishlikni Alloh taolo ana sizni yaqin qiladi. Chunki siz o'limni eslab turibsiz. Ikkinchisi, solih yaxshi amallarda bardavom bo'lasiz. Ya'ni siz umringizni yaxshi ishlarga sarf qilishlikni va yaxshi ishlarni ixtiyor qilib olasiz. Uchinchisi, tavbaga shoshilasiz deyapti. Qilingan gunohlarga tavba qilishga shoshilasiz deyapti. Chunki siz atrofingizdagi yaxshi ko'rgan lazzatlarni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kesadigan o'lim bor deyapti. Uni qachon kelishi bizga noma'lum tafsillar. To'rtinchisi, gunohdan qaytaradigan. Har qanday gunoh ishlardan o'limni lazzatini kesishligini tafakkur qilgan inson, demak azizlar, mana shu gunohdan o'zini qaytaradi deyapti. Beshinchisi, o'lim dunyoni vaqtinchaligini sizni his qilishingizni sezdiradi deyapti. Parvardigor bu vaqtincha fani dunyo, o'tkinchi dunyoligini eslatadi. Ana oltinchisi, lazzatlarni kesuvchi o'lim berilgan ne'matlarni hisobi borligini eslatadi. Ana endi siz mana buni hisobini bilishligingizni sizga eslatadi deyapti. Yettinchisi, jannatlardan umid, jahannamdan esa qo'rqishlik insonda paydo bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mana bu qabr jannat bog'chasidan bir bog'chadir kimlarga dedi. Va kimlarga o'tlik chuqur degan tafsirlar. Azizlar, mana bu o'lim siz bilan bizga juda ko'p hayotimizda bo'lib turadigan yaxshi yomon ishlarni eslatib turadigan katta bir Alloh taoloni hukmi ekan. Alloh. Navbatdagisi, Alloh va rasulini do'st tutasiz. Shaytonni dushman deb bilasiz deyapti. Azizlar, bir hikmatli so'zda dunyoga keldim, kirdim bozorga deydi. Haqiqatan mana bu dunyo bozor tafsillar. Qarang, dunyoga keldim, kirdim bozorga deyapti. Ana endi kapallik oldim, qaytdim mozorga deydi. 70, 80, 100 yil mana bu dunyoni go'yoki bozorga o'xshatilyapti. Va qaytadigan mahlingizda bitta kapanni oldingiz, mozorga qaytdim deyapti. Azizlar, shu kapanni nasib qilsa shu kapan deydi. Qarang. Nasib qilmasligi ham mumkin deydi tafsirlar. Shuning uchun azizlar, siz bilan bizga dunyodan o'tganimizda ana endi ergashadigan, ya'ni topadigan narsalarimiz bor dunyoda deydi. Dunyodan o'tganingizda sizni dunyolaringiz
uyingizda qoladi deyapti. Aql farzandlaringiz qabristongacha ergashib borur deydi. Azobga duchor bo'lishingiz sabab bo'ladigan yer ustida qilingan ana endi amallaringiz. Qilingan amallar iymon, taqvo, ana ilm, o'rgangan ilmlaringiz, amallaringiz siz bilan birga qabrda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni Parvardigor o'limni eslovchi bandalardan bo'lishimizni va shuni eslab taraddud qiluvchi bandalar bo'lishimizni Alloh taolo bizlarga oson qilsin.